hayotlik ajoyib qismatlarga to'lgan bo'ladi. Uningsizmi bu dunyo zerkarlik bo'lib qoladi degan ekan qaysi bir dona. Ana shu qismatlar ichidagi ba'zi voqealar hazil tusun elib kulgi paydo qilsa, ba'zida kishini cho'nqur o'yga soladi ekan. Ba'zi odamlarga masxara manbasi bo'lsa, yana ba'zilarga tanglik, xijillik, ruhiy azoblarni olib keladi ekan. Bizning hikoyamizmi ana shunday voqealarning biridir. Shuncha cho'ng o'zimninga, dadamning mol dunyosiga, bankidagi pullariga ko'z qizatmasam, dadangdek odamga tegib olamsan. Bu qizib izzat qilgan qiz o'g'illar ta'liq marasini po'kiniq desamoqchimisan? Men bu uyning mol dunyosiga ko'z qizartganim yo'q. Mening faqatla vijdon qarsim bor. Nurnisa degan divonni ash qerning uydan qo'g'lab chiqarib o'tmaydigan bo'lsam, Ilhom degan ismimni yutib yutaman. Xat to'xtab tur. Qerning o'lgisi yoshni ola deb kasal bo'lib qolgan bo'lsa, xo'p bo'pti. Rost gapni qilsam, o'zim tushunmagan, sira asra bo'lmagan ayollar bilan jubda hamroh bo'lsam, bolalarimdan ayrilib qolamanmikin deb ansirayman. Chunki ular mening jon jigarlarim tursa. Ammo men Nurnisa bilan to'y qilgandan keyin bolalarim mendan aloqasini uzdi. Xudoyim ularning ko'ngliga insof ber. Ko'nglini yerim qilmadida. Singlim Aynurani Bejingda, Dilshodni Yaponiyada, Ilhomni Shanxayda o'qitaman deb ko'p riyozat chekdim. Gelinga tetimliq bir narsa yemay, uchonga tuzukrak bir narsa otmay umring o'tdi. Balalar hozir tushunmasa, qadringa yetadigan kunlarmi kelib qolar. Hozir ular go'dakda. Pah, bu qitim sağan sağzam həcəb oxşab ketibdə. Qarmamdığan çiçeklər ketkenini, apam əvətgən sağzılarımını görüb xoşub ketkendi. Qızın fəzilətinin 10 qıl 10 güldə dəb maqtab ketkendi dəxi. İlhamma, nələr жүрüsüz? Hə. Ət heyit dursa, Dilshod akamni kelinglar deb qo'ygandim. Ular hozirlik keladi. Ha. Tezroq qaytib keling, ha? Ma'qul, xo'sh. Aka, keling. Aka qo'yning kishi. Qanchadan sotdim? 18 qo'y. Qarama. Keling aka. Keling ha. Aldarak berma. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday fikirlar yaxshi turdinglarmi? O'zingiz yaxshi turgansiz. Ha, yaxshi. Ha, bu qo'yni qanday sotdinglar? Sadirka, o'zimiz bo'lgan aka qo'ylar, chataq yo'q. Qurbonlik qilaydi sizda. Ha, shunday. Ata qurboniyatning birinchi kuni bolalarning hammasi cho'ngiga kelganda qiladi. Oldin tayyorlik qilib qo'yamikin deganda. Bu qo'y qanday qara? Yaxshi o'ylabla Sadirka. Bolalarni qo'shib qoladi. Unda qilsa, mana buni asila. Bu qo'ymi yaxshi. Bo'ladi uka. Sizlar paygandekan chataq chiqmas. Qo'shin asan ola. O'z odam bo'lgandan keyin ataqalarini berib aktiv asla. Ha, xeli bo'ladiganda qiladi. Bek semiz chiqib ketmasa? Yo'q. Ha. Ishini ko'rib boqay. Sadirka, bolalarning biroz kelgan bo'lsa-mo yaxshi o'qib ekan. Ha, ular tayyorlik bilan oldi. Qeyrg'allarda yo'lda yolg'iz japatat qilamdi lekin. Bo'lmasa men aprishib beray. Sizni avval qilaman bu. Yetlab beringlar bo'lmasa. Ha, ma'qul. Sadirka, bu qo'ysa shashra qo'y. Akasizlar, men yetlab olay. Yo'lda hech ketmasin yana. Ha, mayli. Avoylar. Qo'shamsa. Qo'sh. Kiringlar paxlandirib. Kelinglar. Fazlat, tayyorlig'ingiz bitib qolgandi.
Ajab vaq qildingiz bu. Mushu bolalar bog'chaga apaganda bek avar qilyapti. Voy, nimalarni ep ketdingiz? Nima ko'p narsalar bu? Sangzini saqab olgansiz-a? Nimalarni deydigansiz xotin? Uningdan ansirimsiz-ku. Sangzini vaqo, mollamning salisidek chumay saq apadim-dan, ha? Apam degan shunda xo'shib ketdi. Bizni bek rozi ketdi. Oppa, so'ngsin bo'g'img'im oprab bersak bo'lmaymi? Oy, o'tab bergan eri. Yo'qlan gaplar qilmay. Bo'g'ingizning yosh ham satan xotini bo'lgandan keyin, bo'g'ingizga sangzini-chi, shu seppasin. Nima nervam qildi-da? Dada, Rozituga bo'g'imnikiga bormadi. Agar borgan bo'lsak, bo'g'im bizga yetib qolib beradi. Ma'qul. Atili buvanglarniki yetlab boramiz. Ma'qulmi? Chiqib o'ynanglar, ha? Menlar. O'kirib o'ynanglar. Menlar. Dilshad akam bilan Aynur adamga telefon beryaptingizmi? Telefon berdim. Aynur adam heyit tayyorligimiz teq tugmidi. Yana uyga mehmon chaqirib qo'ygan, shun boramayman deydi. Dilshad akam bilan Mihrayla hozirlik yetib boramiz deydi. Aynur adam kelgan bo'lsa, atki hitlash banasida fikrimizni birlik keltirib atdik emasmi? Bo'pti. Ati udulla dadangizga bos bo'ldi-ku. Uning ustiga Aynur adam Nurnisa degan qalandak texmi uchdan, ha? Ular bizga texim moslashib beralaydi. Shundaqmi? Atki hitlash banasida Nurnisa degan divanning adini berib, o'zligining kashini to'g'rilaydigan qilmasak, bu ish zotili qamlashmaydi. İşini cho'qim shunday qilishimiz kerak. Voy, ishni uratida chiqib qarab beqma, Dilshad akam bo'lmasa-mi? Ular kelgan o'xshaydi. Qanaqa ahvoling, yaxshi Qanaqa turdingmi? ahvol, yaxshimi? Voy. Qani, ishga kiringlar. Qanaqa ahvoling? Qanaqa ahvolingiz? Yaxshisiz, yaxshi. Qanaqa? O'rdan turdingmi? Qani, Yaxshi. qani. Yuqori o'tib ketinglar. Qani, o'tiringlar, men choy damlay, ya. Qanaqa aka? Xizmatlar yaxshi-da, ha? Yaxshi, o'zingning-chi? Yomon emas. Qani, choy elinglar. Rahmat. Ha? Qani, og'ash o'tiringlar. Ha. Sangiz bek o'xshab ketdi-jimi? Fazilat, sangzingiz bek o'xshabdi-jimi? Men bu tunigin mahallidagi bir xotinni saldirgandim. Opamga bir dasta avatib berdim. Men bu qo'shnilar saldigan Ilhomni opamga bir dasta olib berib, hozirda kelishdi. Voy, qani, tatliqlarni og'ash o'tiringlar. Elinglar. Elinglar. Ilhom. Anlasam dadam balnisda yetib chiqdimish. Sen bordingmi? Vay, aka. U shu odatdagi zukamkan shu. Nurnisa degan divana doktorxonadan menga telefon qilib ekan. Ishim aldirash deb bahmaqandim. Anglashlar qaraganda Rusulkan bag'an o'xshaydi. O qayerning kichkina zukam bo'lib qolganiga ata-aytan telefon beribdimi? Voy, Dilshadka, u Rusulkamchi odati bog'mig'ini bilan u qiyr og'rib qolsa, ata-aytan yo'qlab boradi. Kim bilmaydi? Tayinliq. Bultirqidek yilqi g'alit kasaldi shu. Shu chaqda Aynur adam u qiyrining yuzidagi qip-qizil qabartmalarni tekshirib ko'rib, to'g'ridan reaksiyalangan demaganmidi? Ha? Quvvat bo'ladi deb, ashundaq issiq tabiatli dorilarni yevasa, xuddi koni tugmanning eski nuriga qiyon suvni boshlasa, choq bilaklarini besh-puch qilib aytgandek ish bo'lmamdi, ha? Onda quvvatli dorilarni ezib, qiyam qilib, besh azobi taqitdagidek yangi zavod bo'lmasa, ashundaq yuziga tepadigan gap shu. Shu emasmi? Zapchastlar ko'nrab, uprab shalaqshib qolganda, uni arg'imoqdek chaptiraman desa, maymoq eshakka oltin taq yarashmagandek bo'ladi. Shu qiyrining o'lgisi kelsa, yoshni ola deb ajilidan burun o'ladigan gap. Qanday dedi? Shunda qilib,
kichkina zukam bo'lib qolganiga telefon beribdi-da. Shunda xolmaychi, Nurnisa degan qahvash dadasini balini setib qoldi desam, balları yo'qlig'ish bir narsa akilib deb xam tamoq qilib telefon berganga qaqsoq qilmoqchi u. Nurnisa degan birning bog'i ajjingnidak ishni to'gidak ko'rsatib, u qiyirga bizga telefon qilsaqmi bizni kamedi deb bizni yomon qilmoqchi. Voy, uning qisqidicha jimba. U qiyirga o'z yaxshiroq bo'lib, cho'yning mol-mulkiga ega bo'lmoqchi. Ha, jinning qasdi shaptilda, dang-a? Shunda, yoqib baqlashmoqsaq. Shaptilda. Aras ilan. O'tganki maslahatimiz bo'yicha ata u qiyirning uyiga yetiqli baramdi. Shunda qilayli aka. Meninggo bag'im yo'qdi. Biroq at ketlash banasida Nurnisa degan divani bir amal qilib, u qiyirning uyidan qo'g'lab chiqamsak, keyin uni ko'zdan yo'qotib bo'lmaydi. İlham to'g'ri deydi. Ammo Rusul akam ishni buzamikin. O'zining vaqtliq vaqmay, ochiqning yomonligi texi. Men uni qopig'idan bak qo'rqaman. Voy, ehtiyot qilmasak, u bizning planimizni buzmaydi, degil bo'lmaydi-jimi? Haqiqatan uni ochiq bak yomon. Biroq biz bog'i hammamiz bir yoqdan bosh, bir yoqdan qo'l chiqarib, hujum boshlab, uni tanglikda qoldirsaqla, umi bizning kechikka kirmay iloji yo'q. To'g'ri. Fazilat to'g'ri deydi. Yana bir tarafdan o qiyirni zot atqizib xijil qiladigan, Nurnisani nomusni o'ldirib ochiqlatadigan gapni qilsak, bu ishda cho'qin umid bor. U chaqda Rusulg'im amal yo'q. Hey, aka, anglasam Nurnisa degan divani ig'rayaqmish. Uni o'ylasamda arvoyim 40 kez uchidi. Bo'ldi, uning gapini qilmag'ana. Sizlarcha, u shum tug'ilib qolsa, o'sha uyning kelgusi mirosxo'r bo'lib qoladimi? Yo'q. Bundaq bir o'yinni o'ynaylik. Nurnisa degan ishni mo'qlaqni tug'ilg'ini to'yg'izib, o qiyirning ichida mangu kelmasga kattiri yutib, uningga jig'ni chaqliq narsani tutqizmaylik. Amisa, shundaq bo'lsin. İlham, sen darhol Aynur adam telefon berib. Aka, Aynur adam telefon qilsam, mening gapim quloq solmaydi degina. Ondan ko'ra, Rusulkamga telefon berib-atsak, u Aynur adamga uqtirasi bo'lmadimi? Bu yerda qilgan maslahatimiz hargiz chinib qolmasin. Onunga ada hammamiz yig'ilishib, dadimizning uyiga ta'tilab boradigan bo'ldik deydi. Ma'qul, ma'qul. Ajab yaxshi gap qilding aka. Bek yaxshi bo'ldi. Shunda qilaylik. Cho'qim shunda qilish kerak. Hey! Nima qilyapsan? Ha? O sening dadan. Dadangga pichoq tanglamsan. Senin balam, bu nima qilg'in? Bu nima qilg'in? Qo'ygan pulning bo'lsa, sen bermisan? Ha, men akang Rusul. İlanmısan? Ha, o'zing yaxshi turdingmi? Bolalarning ahvoli qandaroq? Nima? Hatta degan dadamning uyiga yetliqli o'ramda? Hammamizmi? Ha, yaxshi o'ylabsizlar. Bo'ladi. Men hozirla Aynurdan telefon berib o'tay. Bo'ladi. Hatta degan dadamnikida ko'rishaylik. Bo'lamda? Ma'qul, ma'qul. Xo'sh, xo'sh. Bu balla xeyli insofga kiribdi. Hanim bo'lsa, dadamni yo'qlig'idek. Vay, Aynurma, men akang Rusul. Mundaq gapda qara. İlham bilan Dilshod telefon uribdi. Ataganda hammamiz dadamnikiga berib haytlaydi ekanmiz. Shunga men mashina bilan seni qishing boray. Bo'lamda? Tayyorligim tek bitmadi. Uning ustiga Akinjonlarning uyiga yetib bormoqchidim. Shunga boramayman. Sizlar bo'lgandan o'xshashqo. Meni avar qilmasanglarchi, ha? Vay! Vay! Vay!
degan telefon ekan? İlhamga. Urug' tuqqanlar maslahatlashib, at dadamnikiga yetib bordik emas. Şoň sizim tayyorlab qo'ying. Billa bormiz. Oş, men bormayman. O Nurnisa degan jumboqni ya hadi degil bo'lmasa, ya singlim degil bo'lmasa, opa desa ega to'qimni qoniga olsa. Esingizmi? O'tgan yili dadamiz kasal bo'lib qopti deb yo'qlab borganimizda Fazilat uningga, "Apa, dadam tekkandan beri to'zda husn tuzab, Parizatda chiroyli bo'lib ketyaptilar. Buningdan keyin o'yin tomoshani oz qilib, dadamizning oldini obdanroq xabar olsalar deb qo'yib edi. Ishkiraga yig'lab kirib ketmadimi?" Qiziq ekansiz. 5-6 yoshlik bolalar va bir ayol "Apa" desa, uning ahonat emasmi? O'tganda doktor ayol sizdan "Yeshingiz 40 bodimi?" deb 4 yosh ortiq so'rab qo'yganga qanchalik xafa bo'lib ketdingiz? Ha, esingizda bormi? Voy, xapamay. Men uni shuncha qayerga ko'rinib ketdimmi? Balli, bumi mushundaqla ish. Menga qayerga ko'rinmasangizlar bo'ldi-ku. Shundaqmi deymiz. Lekin ba'zida Nurnisa'g'imi ichim og'rib qoladi. Shuncha cho'ng uylarni o'z yolg'iz chindak pok tutib, dadamizning holidan xabar olish unda oson ish emas. Yilmi oshi bichara bo'g'ashqila biz xotirjam ishlab, xotirjam yashayapmiz emasmi? Bo'lmagan bo'lsa-za. Mana endi ayolimda gap qildingiz. Fazilatning xubaynini sizmi bilasiz? U yuzidan yuziga masxara qilgan tursa. Fazilat qo bir hazazul. Yilqi Mihray deydigan seriq chayaning o'zi. Anladingizmi-kin o'tganda ro'ziyatda Fazilatlar Mihray, Ilhom bilan Dilshodning yoqilariga esilib, bo'rdek talab yuz ko'zlarini tiniq yarsi qilib yetibdi. Nemish qanday? Nemish qo'latdi? O'tganda Hey, lomzalla! Her hit bayramlarda dadan degan qeri, üzük, halqa, bulaplarni so'q qiladi. Mana endi u narsa Nurnisa degan paskasini ochmayotdi. Hey Mihray, unda qilmang. O'zimiz dadamdan tanigan tursak, elimi yuzimizni qilib, qachalib olsak, ular chandurmay, sizning hurmatingizni qilib sovg'at berib o'tadi. Hey, o'tgan qitim u qeri og'rib qolganda bo'lsa, Nurnisa degan paskaning uchisida har yesil kiyim, qo'llarida oltin üzük, bo'yinlarida oltin zanjir. Ha? O qilanda bonas menda bormi? Bu degan sadak lomzalning bo'shanligidan bo'lgan. Mihray, undaqmi deb ketmang. Sizmi bo'ldi qilam. Bizning turmushimiz ularnikidan yaxshi-ku. Kiyim-kechak, oltin jabduqlarimiz to'liq. Elimi har oyda maoshim chiqish bilanla sizga ip beryapman-ku. Oyey! Apam sen olatdi. Sana kiyim-kechak, zibuzni ip Bo'ldi Mihray. Gapimni yondirib olay. Bo'ldi qilam. Bo'ldi. Sen bo'ldi. Bo'ldi qilam da'vatman. Bo'ldi qilam. Nemin bo'ldi qildi? Nemin bo'ldi qildi? Hey, sen o'z vaqtida menga nima degansan? Dadam o'zlar, o'sha uylarning hammasi bizga qoldi demagan emasmisan? Gap qilar. Endi u uyda o'tirgan odam chiqdi. Hiliqi Nurnisa degan qalandani bolasi tug'ilsa, endi hammaga shu uyga bo'lganmi? Sen dadamga turamsan, menga turamsan. Gap qilar. Bo'ldi. Sen cho'zarib qolgan uyingda turmayman. Voy jinim xotin, edim sizning gapingiz bilan osh cho'ngiga oylab chinab bormayapman-ku. Hatto o qeri og'rib qolsin bormadim-ku. Ay bo'ldi, apa xotin. Bo'ldi, yig'lama, ha? Bo'ldi. Nima qilsan, cho'zat atmaydigan. Osh qalandani opam degicha. Hey, gap qilar. O qeri turamsan, menga turamsan. Gap qilar. Astagfirullah, edim sizning gapingizni qilyapman. Oylab chinab sizning ruxsatsiz o qerini yo'qlab bordim. Necha vaqtni yaqin bir shunchalik aldab keldim. Men ishga bol tug'ib berdim. Men o'sha cho'ng o'zimning ta'alluqotlarimni demasam, Alloh qachon bilan ko'rib bilan uy tutmagan bo'lardim. Ha? Gap qilib baqina. Sen o'sha qiyirga turamsan, menga turamsan. Biz gap qilsana, ishchig'idagi benim gap qila. Bu divanning bolasi tug'ilsa, o'shimga cho'ng o'yining hech qanday narsasini tutqizmayman. Xotirjam bo'lsangiz-chi, jinim xotin. Yig'lamang-a. Sen cho'ng o'zimlarni, osh bisotlarni qaytirib eklamamsan, eklamamsan. Rost gapingni ayt. Agar oshni qaytirib eklamaydigan bo'lsam, men sen bilan Qara bularning yo'lsizligini. Ularning erlariga o'ktanlik qiladigan nima qilib ekan? Şunu dadımızga öz demetlik ayalını hemrak qilgan taqdirdimi, eni singil kelinlarning oshko'zlik bo'ladi ekan, ulan aramida yashig'il qo'ymaydi. O aşı toymas oshko'z kelinlarning o'ynayotgan o'yinlari o'mamdi. O Hazazul xonimlar inillarim bilan to'y qilgandan beri bir qatim cho'yiga berib, qiynatisining xizmatini qilib, kelinlik burchini ado qilgan yo'q. Hozirgi dadam hayotga. Agar kunlarning bir dadam ko'z yumib qolsa, o'choq cho'yini talon-taroj qilmoqchi. Şunu Nurnisa'nı baldurak bu öyden qo'g'lab chiqarib, maqsadlarga yetmoqchi. Mana shu. Bo'ldi qiling ay Rasul. İçingizni pishirmang a. Avi qiynatisini ko'rsa katmanni qo'liga oladigan. Qiynanisini ko'rsa, supigini qo'liga oladigan latalarmi?
Hazazil xotinlarining gapga kirib, sizg'an chiqmay. Shularning chog'an depiga usul o'ynayapman-da. Qanday qilasiz? U bolalar nadonlik qilyapti. Hozirga o bilmasin. Keyin bo'lsa-mu, dadning qadriga yetibmi qolar. Ajab tasavvurlig'i bu ish. Voy, apla, do'g'riga baqqal esib qo'ygandim. Ko'p ketganmidi gap bilan unutib qaptiman. O'z vaqtida Yoqub og'inimiz to'g'ri deb chiqqan jumo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqa ahvolingiz? Yaxshi, o'zingchi. Yaxshi. Bugun damaga o'xshamamsan adash. Shunaqa. Bugun dam olishdan foydalanib, o'tganda dadam to'g'riliq sana topiliq olishni o'qish baqay deb kelibdim. Dadang bilan 2 qatim so'zlashdim. Nima deydi? Dadang bakmi ehtiyotchan kishiga. O o'zim tushunmagan, sir asra bo'lmagan ayollar bilan to'y qilsam, bolalarimdan ayrilib qolamankin deb ansirayman deydi. Dadam haqiqatan yuvosh kishi. Opamning deyishicha, hiliq ofatli yillarda yuragi mujilib ketibdi ekan. O yillarda dadamning bo'yniga taxta esib, qo'llarini bog'lab epmangan chaqda dadam opamga, "Ballag'i obdan qaranglar. Ular oshyalangaч qolmasin. Ular mening yurak bag'rilarim" deb tablabdi ekan. Undaqda bizning fikrimizni rad qildilar. Sadirkam rasl sizlarga chidamaydi ekan. U har bir eg'iz gapida "Bolalarim, yurak bag'rilarim" deb sizlarni eg'izdan tushirmaydi ekan. O bolalarim mening g'amimni yeydi. Ularga rahmat. Lekin u nima deydi? Lekin o Nurnisa bizning uyga kelganiga 12 yil bo'ldi. Bolalarning onasi jon uzadigan chaqdimi, uning qo'lini chang tutib turib, "Siz mushu oilaning bir a'zosi bo'lib qoldingiz. Bu uydan ketmang. Bolalarmi sizga kunib qoldi" deb nasihat qilgan deydi. Bu ishlar menga ayon. Rost shundoq bo'ldi. Endi sen qanaqa qilsa qo'la? Bu ishga men boshqacha ko'z qarashda. Dadam shukr qanoatlik. Ko'ngil odam ekan. U 12 yil palash kesil azobida cho'ng kichik tarixda o'rinda bo'lib qolgan opani boqdi. Erlik vijdonini oqlab, vafodorligini yetkazdi. Bu kasalning 10 yillab azobini billa tatib, beqish jarayonida dadam bilan Nurnisaning issiq mekrlari bir-biriga o'tishgandi. Vafo qilmagan jahonda dadamning illiq muomalasi, qo'lining ochiqligi, mijozning yaxshiligi, yuvosh yumshoqligi. Nurnisa qizda o'ziga his tuyg'ularni uyg'otib, 4 kunlik bo'lsa-mu dadamning xizmatida bo'lay degan fedakorlikni o'ziga aqid qilgan bo'lishi mumkin. Buning nari yomon. Dadamning yosh bir qizni nikoh qilishini balkim nurg'un odamlar to'g'ri tushunmaslik mumkin. Hatto inalarimga qarshi. Biroq u odam hamstamgan inson. Inson ko'ngli har qismi zaifliklardan xoli emas. Dunyoda eng qiyin narsa pok bo'lish. Undaq desam, dadamga qarsangan bo'lasan. Bir dada o'zining nima qilayotganligini biladi. Meningcha Sadirkamning Nurnisaga o'ylanishi ishq savdo huzuridan bo'lmay, balki sizlarni o'ylaganlik, xotirjam hayot kechirish uchun buni to'g'ri tushunishing kerak. Bu nimdigina adash. Chunki sizlar Nurnisa bilan bir oylik ishlardan bo'lib qoldinglar. Aranglarda yotliq yo'q. Biroq ini-singil kelinlarning mijozi o'zingga ayon. Dadangni sen qo'g'dishing kerak. Dadang hayot chig'ida uning qadriga, chunki dadang ko'z yumganda uni qaytarib aklamaysan. Dada. Voy, qizim. Ha. Keldinglarmi? Kelinglar qizim. Kelinglar. Ha. Dada, bizni hechlik 4 kun qo'yib berdi. Voy, yaxshi bo'pti-ku.
Dada, biz kiribla sizning shirin xiyollaringizni buzmayapmizmi? Yo'q, hay. Televizor ko'rgach sal mugdab qopdimi? Dadam cho'qim buvamni o'ylayotgan gap. Yomon shaytonda bu. Odamning ishligini deb oladi. Qizlarim. Ata hit. Buvanglarni yo'qlig'iga shehidlik qilib boramiz. Qanday boramizlar? Ha? Buvamni shunday yig'ilib ketgandim. Ajab yaxshi. Dada, sizlar helimi buvamlarnikiga bormayapsizlar. Bizning qoidamizda hit ayamlarda kichiklar oldi bilan cho'nglarning uyini hitlaydigan ish bor. Necha hit bayramlar o'tib ketdi. Buvamni yo'qlab qo'yaymi demedinglar? Gap qilinglar desa, 10 eshakka yuk. Voy, dadam bizni undaq chapada boqqan, mundaq chapada o'qitgan. Bir oyoqni 11 qatim yeb kiygizgan deyotgansizlar. Hozirgi cho'nglarni tushungil zoti bo'lmaydi. Eg'izda boshqa, amaliyotda boshqa. Buvam bechormi, sizlarni albatta ko'rgiz keldi-da. Bo'ldi qig'ina salomay. Dadamiz bizni yaxshi o'qisin, jafo mushaqqat, qiyinchilik oldida bosh egmisin deb shunday degan bo'g'aydi. Yo'q, qizlarim. Men u maqsad demagan. Buvanglar haqiqatan bizni beqib, o'qitib, o'ylab qatoq qo'shqicha tatmagan jafosi qolmagan. Buvanglarning jafosini bilmaysizlar. Mening 13 yoshlarım bo'lish kerak. Bir kuni uyda opamning qishida inillarim bilan birga topshiriq ishlab o'tirgandik. Shu asnoda Aynur bilan Ilhom opamga qo'sqim ichib ketdi deb g'alva qildirdi. Bugün qo'sqinda ushlanyapti. Qurqini. Unda yursa. Oppa qo'sqim ichib ketdi. Oppa, non beraman. Ma'qul bolalarım, sizlar topshirig'inglarni ishlashtiringlar. Men hozir sizlarga bir nima chiqib beray, ha? Qani, topshirig'inglarni ishlab turinglar, ha? Men hozir chiqaman. Mana qaranglar, bu nima? Men sizlarga filip beraymi, bolalarım? Bayatdan dadanglar sizlarga atab aketgan bolalarım. Men texdar tayyorlab bo'lgandan keyin filip berayman deb o'ylab ekanman. Qani. Oy. Turma, ha? Mana. Elan qizim. Elan. Dilshat, ala balam. İlham, ala. Ata, o'zingizmi yo'qmi? Mening yegim yo'q. Dadang ikkimiz qo'g'in isak, tishimiz og'riydi ekan balam. Ha, qani, o'zinglar yanglar, elinglar. Tatliqmikan? Tatliq. Elinglar qizim. Tatliqmikan balam? Ha? Ala. Olmaysan-ku. Ha, ala. Ha, ala. Oppa, meni ko'p yegim kelib ketdi. Voy, esim qursin. Dadanglar sizlarga ko'p akab qo'yganda unutib qolganimni qaranglar. Men achiqib beray, bolalarim, o'tirib turinglar. Mana bolalar. Turib turinglar, ha? Men sizlarga nonni sindirib beray. Oldirmanglar, ha? Oldirmanglar. Mana. Qani bolalarim, elanglar. Ala. Yegin. Oldirma, ha? Oppa, sizmi yana? Dadam bilan ish qilan nemish bizdan birga o'tirib yemaysizlar? Dadamning ishi aldirashgan bolam, uning ustiga go'sht ko'p, bizning tishimizga ziyon qiladi. Öpügüne, öpügüne. Işınmazlık kırıp kaldı. Ala bolam. Ala, aldırma yegini. Ala. Oy. Oy bolam. Oy. Ay. Tüküre. Ağzındakini çıkara. Ağzındakini çıkara devatma. Bola tez. Oy. Oy. Apa dadamni chaqirayli. Buni ichib etgina bolam. Buni ichchi. Qandaq? Jushtyaptingmi? Voy jinim bolam, ostaroq yesang bo'lmasmidi? Qo'rqib jinim chiqayli dedi. Qizlarim, bundaq ishlar ko'p bo'lgan. Dadam bilan opamning tishim og'riydi. Go'sht yesak, bizga ziyon qiladi degan so'zlarning ma'nosini to'liq kechikib tushunibdiman. Ular o'zlari yemay ichmay, bizni ko'proq yeb olsin, to'yib olsin degan ekan.
Kichigimizda bovanglar o'ltasi qopsa, ballarım mening yurak barlarim deb sirtqa chiqqanda bir-birlab bag'riga bosib suyib qo'shishadi. Mening o'yli buchaliq bo'lgan vaqtim g'o deyman. Mundaq bir ish zotli esimdan chiqmaydi. Opamning kesili ig'irlashib, o'rin tutib, yetib qolgan tunji yil g'o deyman. Men uyda kitob ko'rib o'ltiratdim. Ishkaki uydagi mundaq bir gap qulog'imga kirib qoldi. O chaqda opam biz bolalarni ishkirda chet elda o'qitimiz deb ularga mehr muhabbatimizni to'liq berolmadikmi? Ko'ngillarning ko'zdan shiraq, ko'ngildan shiraq deganidek, ularni bizning ko'gimiz kesimi orliq shiraq bo'lgandikin iloji yo'q. Biroq xabarni olamadik. Ularga nima bo'ldi ekan? Xotin, balalardan uncha ansirab ketmanglar. Ularning o'qishi aldirashdi. Ilm Rasulni o'ylab qo'yibdik. Shu asqaytyotdi mana. Bu ko'ynakni so'kib nima qildilar? Yaqsi azroq qarqilib ketibdi. O'rib tikib olsam, yana bir necha zaman kaygili bo'lg'idek. Elimi bu ko'ynakni kiyayotganlarga necha yil bo'ldi. Yandan buni setib olib kesilib bo'lmadimi? O deganinglarga to'g'ri. Biroq Rasulni o'ylab, Aynurni taloli qilib olib, bir g'amdan amdil xolos bo'ldik. Lekin hozir Dilshod Yaponiyada, Ilhom Shanxayda o'qiyotdi. Bu qatam og'am mashimdan turmushimizga tushliq iyib qilib, qog'inni balalarga evatib berdim. Ularga pul kerak emasmi? Ay xudo. Siz shu bola deb bilishirlar. Ularni ko'p jafoda cho'ng qilib ishkirda chet elda o'qitimiz deb so'rilib ketdik. O'ylab baxsam, selining bir haqiqatim quvvatligirak tomoq yeganlarini, uchilariga to'zigirak kiyim kiyganlarini bilmayman. O bolalar shunchalik kuyunsakmi, lekin ularning bir poch xetini ko'pdik. Undaq debmi ketmanglar. Balalarning o'qishi aldirashdi. Bu kunlarmi yig'la qaqsha o'tib ketadi. Balalar bizning barimizda o'qib olsin. Bizdan keyin qolsa, bilimi bo'lgandan keyin xorliq sarliqda qolmaydi. Bizmi xotirjam ko'z yummiz emasmi? O deganlarmi to'g'ri. Shundaqdimi kesilim ig'irlashib, uyning barliq ig'ir-yenik ishlarining hammasi siliga qarashliq bo'lib qoldi. Hech gap yo'q. Unaqa ansiz xiyollarni qilma. Bizning shu bolalarimizdan boshqa nimamiz bor? Ularning kelgusi baxt saodati uchun insofini tilaylik. Burunqilar rost debdikan. Dadaning ko'ngli balada, balaning ko'ngli dalada deb. Ey ulug' Rabbim, bu ojiz mazlumning duosini ijobat qilgaysan. Bolalarimning ko'ngliga insof tavfiq ato qilib, ularga tinch xotirjam turmush, baxt saodat, nusrat ato qilgaysan. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Mana endi bo'ldi. Undaq o'rinsiz xiyollarni qilmaydigan. Norinsa, bu yoqqa keling. Ha. Adingizni yerga tushirib birdan harakatlantiraylik. Ma'qul. Astroq. Astroq. Avayla. Dadam haqiqatan oq ko'ngil, jafokash, baloq amroq kishida. Opam ig'ir kasal tursimu, uning huddisidan chiqib, yana bolalarning g'amini yeyotgandan qarmabdi. Hey, nima degan oliyjanob odam bu?
Bobonglarning shiriki yaxshadi. Bo'ldi. Yig'lamanglar qizlarim. Bo'ldi, yig'lamanglar, ha? Bo'ldi. Ata, bog'larning qishig'i berishga tayyorlik qilmasak bo'lmaydi. Bo'ldi. Bog'larning qishig'i borgandimi, bunda qishig'lab yurmanglarmi? Ha, bo'ldi qizlarim. Endi sirtga chiqib, havo yegash aylanib kiraylik, ha? Juringlar. Bo'ldi, yig'lamang qizim, ha? Juringlar. Qizlarim, bog'larning har bir ig'iz nasibi biz uchun tugmas boyliq. Chunki bog'lar bizning azallar tirishchan, emgakchan, sharma hayoliq, adabli bo'lishimizni talab qilib keldi. U burunqilar adab ilmdan afzaldir degankan. Odamning ilmi bo'lgan bilan adabsiz hasadxo'r bo'lsa, undaq kishining insonga hech qanday foydasi yo'q. Undaq odam oqni qara, qorni oq qilib, kishi qalbiga vahima soladi, natijada do'stlikni buzadi. Agar u kishi adablik, adolatni yoqlaydigan rostchil bo'ladi ekan, har qanday joyda hurmatga sazovor bo'ladi. Kishining qalbini xo'shallantiradi, do'stlikni kuchaytiradi. Shunga har qanday ishda avval adab, ondan ilm deb ekan. Qizlarim, bog'larning nasibini esinglar, chang tutinglar. Cho'nglarni hurmatlab, kichiklarni izzatlanglar. Buvamning ko'ngli bakmi yaxshi ekan. Dada, biz buvamni hargizmi tashlamaymiz. Oy, qo'llarini kesib oldimi? Aldirashchilikda pichoq tegilgan. Menga esla. Elimi boyadan qo'llarini ovaysla deb qo'yganim, bo'lmasa qanchalik kesatlikin ha? Atki qurbonlikning hammani yeb, bexastalikda pichoq tegilgan shu. Yana tag'i gunani pichoqqa qo'yayotganni. Aqachan bolalar kelami yo kemasmi deb shuni xiyol qilib kesatganlar. Ko'nglimga atat degan bolalar kelib qoldigandek tuyulyotdi. Boyadan Iminjon bilan qurbonlik qiladigan qo'yni akab qo'ydik. Shunga atat deganda hech namimizni yenibla qo'yni qurbonlik qilib pasab, go'shtni boldiroq pishirib qo'ysangiz bo'ladi. Har hech bayramlarda go'sht silib bir muncha tayyorlik qilsak, bu bolalar bir haqiqatimi desab qo'ymaydi sizlar. Meningmi ularning yo'liga qarab ko'zim teshlayla dedi. Kelsivi qo'ymi obdan bo'ladi. Tova, saodat, salom aylami kamaydigan bo'lib ketdi. Ular kelmasa, bekmi g'ayrisinib qoladi ekanman. Ularning darsi edi. Shunga kelmagan bo'lsa kerak. Voy, ko'zlarga nim bo'ldi. Bir narsa kirib. Yaqinroq kelsizlar. Qanday? Men sirtqa chiqib oshko'k akiray. Sizmi bolalarga tayyorlik qilaman deb yerib ketdingiz. Biroz aram elib yur. Yo'lda avaylab manslarjimi? Nima degan jafakash odam bu? Ede, sizning nasibingizni almagan edim, biroq
Atamdı nima? Ha? Voyda! Tez bo'lsa, yuqorib boqaylik. Voy Allah! Qonab Qizcaq ketdi. ko'zingizni ochib. Qizcaq ko'zingizni oching. Qizcaq. Tez bo'lsa. Bo'laylik. Chaqaloq bo'laylik. Ey Allah! Bu qo'shib ketgan bu qiz. Chapsan, yostiqlab keling. Su keling, su. Nima? Su tez bo'ling. Suv kiribdimi? Ma'qul. Men neyga qoldim? Bu qaya? Qo'rqmang, singlim. Qo'rqmang. Bu bizning uy. Xotirjam bo'ling. Sizning bu mushu ahvolga tushib qoldingiz. Ismingiz nima? İsmim Nurnisa. Dadam jigar raki bilan tugab ketgan. Opam dadamning tugab ketganiga chidamay to'lishig'lab ko'zdan ayrilib qoldi. 7 yoshga kirgan bir enim bor. Bizning yar yilakda bo'ladigan hech qanday urug' tuqqanlarimiz yo'q. Shunga men har kuni kechlik bozorda ushaq-tushak narsalar bilan gazir sotdiman. Bugun kechda kinoxona oldida gazir setyapsam. Ishki lukchak keynimga kirib oldi. Men ilojsiz uyimga qaytib ketyapsam, orqamdan quvlab keldi. Elimi yaxshi, men sizlarga yo'liqib qoldim. Bo'lmasa qandaqmi qilardim? Men gazir sotmasam, opam bilan ukamni boqadigan odam yo'q. Shunlashqa har kuni kechda gazir sotdiman. Bo'ldi, yig'lama. Endi xotirjam bo'l. Jenim hada, mening qo'limdan hamma ish keladi. Meni uyingizda asqasingiz bo'lamdi. Men bola baqa olayman, uy tozalay olayman, hamma ishni qila olayman. Menga ish haqi bersanlarmi bo'ldi? Oshqan tashqininglarda opam bilan ukamni baqsamli bo'ldi. Ma'qul singlim, siz shu uyda qiling. Menga yordamlashasiz. Opangiz eningizni ansirma. Xotirjam bo'l. Mushu uyda qiling. Maryam, o'zingizmi og'riqcha. Sizga qo'lqanot bo'lsa-mi hisob? Bo'pti, yetimning 5-siliga yaxshi. Mishat qilib qolsin. Qilib qolsin. Rasma. Rahmat sizlarga. Hada, sizning qilgan yaxshiligingizni hargiz unutmayman. Shunga bu uyga jon dilim bilan xizmat qilib, umidingizni oqlayman. Nisa, bu uyga 15 yoshingizda kelgandingiz. Shuncha yildan beri oilamizning jafosini bo'ldi deb ichi tatdingiz. Bu uylarni siz mendan o'tdan tutib keldingiz. Bo'libmi men o'rin tutib yotgan 10 kishidan beri mendan hargiz shirganmay seskanmay kecha kunduz meni holimdan xabar yo'qdingiz. Men sizdan bu dunyo rozi. Oilamizning xizmatini yaxshi qilib, hech bayramlarda mening kasalligimni chandirmay. Bu uyda talay mehmonlarni uzatdingiz. Shuncha yillardan beri bir qitim chiroyingizni tutilib qolgandek ko'rinadi. Hada. Hada.
chiroyingizdan hamisha samimiylik, oqko'ngillik yig'ib turadi. Bundaq shafoat qiz o'g'illarimdan men kelmagan. Siz bu uyni ham u odamning ahvolini tushunasiz. Shunga siz shu oilaning koni asosi bo'lib qoldingiz. Bundan burun bu uylarni siz tutib kelgan edingiz. Hali ham siz tuting. O'tinib qo'y. Bu uydan boshqa joyga hargizmi ketmang. Men ko'z yumgandan keyin shu uyda qiyib qiling. Bu uyda u odamning sizni boshqa kuyingidek hech qanday odami yo'q. Sizdan shuni o'tinib qolay. Mana ma'qul deng. Vallahi bu o'zining ishi bilan aldirish. Alloh taolo qalbini tushunmaydi. Meni sizga vasiyat bo'lib qolsin. Bu uydan hargizmi ketmang. Bu uydan hargizmi ketmang. Sizning qilgan yaxshiligingizni hargiz unutmayman. Shunga bu uyga jon dilim bilan xizmat qilib, umidingizni oqlayman. Yotgan yeringiz jannat bo'lsin. Deb mana bu kaga o'xshamamdi. Shunda, o'zingiz-chi. Sadirka, valladan biraz kamiga o'xshamamdi. Ha, balkim boshqa masjidga borgandir. Ha, yoki kelgan bo'lsa-mu, ko'rishamidi o'qiga. Vaqtda ko'ngillarni yerim qilsalar, o'chaqchi uyga berib qo'ydimi? Jiran aka, bizning o'yin yetlig'ash. Hali qo'yni qurbonlik qilishib ber. Vallahi uyga yetlab kelib qolsa. Aldirib qolmaydi. Jiran. Ma'qul.
Mao parçalagan go'shtni balla kelguncha obdan pishirib qo'ying. Hali ular kelib qolsa, aldirib qolmayli yana, ha? Ular kelguncha obdan pishirib qo'yay. Emincan, ilang. Ağaç oturuq, Emincan. Ha? Tatınma. Ha, ilang. Ballarım saqlab qoldi. Sadirka, men chiqay. Amin. Allahu akbar. Ha, bugun ballar yetlab kelmoqchi efka. Sizmi uyingizga berib, qurbonligingizni qilib yetiblar. Xotin ballarigingizni elib keling. Hammamiz yetni bilib o'tkazaylik. Bo'lamdi. Ha, ma'qul. Shunday qilaylik, Eminjon. Ayolingizni ep keling. Xo'shamsa. Xo'shamsa. Meni umaq qizim ajab chiroyli qilib ketdi. Men qarang qizim. Sochlaringiz shunday yarashibdi. Meni umaq qizim. Dadam keldi. Dada! Oy, qizim. Aytanlar muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Ha, muborak bo'lsin qizim. Muborak bo'lsin. Ha, men sizlarga aytib beray, ha? Hojat yaxshi. Ha. Dada, qancha pul bersiz? Ha, chiqib bermayman. 20 ko'ydan. Ha. Mana bu sizning qizim. Rahmat, dada. Oy, qizim, o'tirsizlar-ku. Buninglar bo'g'onlarniki yetli qilib boramiz. Bo'linglar. Chaqin bo'linglar. Ha, tez. Bo'linglar tayyorlik qilinglar. Ha. Chaqaroq bo'linglar qizim, ha? Bo'g'onlar saqlab qolmasa yana. Ha, mana. Ha. Ha, obdan bo'ldi. Dada, tayyorligimiz bitdi. Tayyorligimiz Ha. bitdi. Opanglarchi? Mana men. Men az bo'lsin dadimizga ag'ash bering. Ha. Mani qizim siz ketiringlar. Meningmi sizlardan biriga bag'im batdi. Biroq Uzun bo'ldi dadimizni uyimizga chaqirmag'ili. Bizmi uy tutgandan keyin ularni uyga taklif qilaylik. Shunga men dadamga atab obdan tayyorlik qilib turay. Sizlar berib dadamni, Nurnisani va boshqalarni birga chaqirib kelinglar. Ulug' hit oyamni ularni obdan kutib olaylik. barakalloh xotin. Aqlingga barakalloh. Ashunda qilaylik juma. Qanamsiz berib kelinglar. Bunda qo'sin xotin. Biz dadamni ilib kelgicha sizlar o'qishda polo yetib turinglar. Go'shtni chiqmaysanlar. Bo'ladi. Dadamni epli kelamiz biz. Ha, juringlar qizim. Mana o'qamsa. Ha, juringlar. Xudoyimga omonat. Ha, xo'sh. Er xotinlar orasidagi yosh farqining cho'ng kichik bo'lishi bu dadamning beshirkaga ish emas bu. Al-Misaqdan tortib buningga misollar ko'p. Ammo Rasul ana shunda xiyollar orqali o'zini bazlaydi, aldatdi, ko'ngliga taskin topadi. Yana bir yoqdan kakri yutib olgandek ko'nglining bir yerlari xira edi. Uning singlisi Aynura, inilari Dilshod, Ilhom va ularning hazozul xotinlari bo'lsa, xuddi qo'tan atrofiga bo'rgib qolgandek. Dadisi Sadraxon bilan uning ayoli Nurnisani hayvonni tillaydi, qog'aydi. An'ana ramkalarimizga qiliplashib ketgan turmush odatlarimiz ba'zi hollarda Rasulni gangirtib qo'yayotgan yerda boshqalardan og'rinqil bo'ladi. Shunga Rasulning cho'ng uyga berishi, dadisini yo'qlashi, Nurnisaning ma'sum chiroyiga qarashi Rasul uchun to'liq o'ng'aysiz tuyuladi. Biroq u ichki hissiyotni yoshirish, chiroyiga tamkinlik va xayrixohlik tabassumi berishni obdan biladi. Chunki u bir idoraning boshlig'idir. Boshliqda rahbarlik san'ati bo'lganidek, turmushga nisbatan mo amal chorasi bo'lmasa bo'lamdi. Shundaqdimi, uning qattiq ansirayotgani inisi Ilhomning xotini Fazilat edi. U yana qanday o'yinlarni o'ylab topdi. Odamning aqli yetmaydigan sirliq hiyla orqali dadasiga ham Nurnisaga nashtirni tiqam. Bugun dadasining uyidan topdan ko'ngil og'ridi. Yengdimi sesiq ta'addilarsiz chiqqili bo'lamdi yo'q.
Dada, bugun buvam qavatli qo'shib ketdi, ha? Albatta. Bolalarni ko'rsa, xo'shal olmaydigan dada bo'lamdi. Nima uchundir? Bugun bir ish chiqib qolamdiki deb ko'nglim to'yib turdi. Nimishqa endi? Shu faslatadan mehrak odamlar bir ish terib qo'ygan ekan deb o'ylayapman. Menmi shuni o'ylab kelyapman qizim. Agar shunday ahvol yuz berib qolgandek bo'lsa, sizlar qanaqa qilasizlar? Agar buvamni tanqid qo'yadigan ish bo'lsa, ularga men hargiz yuz xatir qilmayman. Buvamni haqoratlaydigan, Nurisa odamni kamsitadigan ahvol yuz bersa, men qarab turmayman. Ha. Bovanglar biz uchun tabarruk. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, dadamni xorlab, diliga ozor berdi ekan. U mening ashaddiy dushmanim. Bugun birasi dadamni masxir qilib, yaga qortadigan so'zni qiladi ekan. Sizlar qarab tursanglar bo'lmaydi. Ma'qul dada. Qani, Ola bolam. og'ash o'tiring. Qani elinglar. Kampitib beraymi? Qani tatmay elinglar. Ana bolam. Ola. Nurisa, birisi keldimi nima qarab beqinglar? Qani kelinglar. Yetim muborak bo'lsin. O'zingizning bo'lsin singlim. Qani kelinglar. Qani yetinglar muborak. Aymoz muborak bo'lsin. O'zingizning bo'lsin. Qani kelinglar. Qani. Buva, yetingiz muborak bo'lsin. Buva, aymoq muborak bo'lsin. Yetinglar muborak bo'lsin. Qanaqa ahvoling dada? Aymoq muborak bo'lsin. Obdan turdingmi? Aymoq muborak bo'lsin uka. Aymoq muborak bo'lsin. Qani o'tiring. O'tiringlar. Voy voy. Nimacha avar bo'lib ketdinglar. Rahmat sizlarga. Qani, o'zingning ahvoli yaxshi. Yaxshi. Amin. Amin. Allohu akbar. Teshaman keldinglar. Tezlaqan, siz qo'ltadinglar. Yine o'tira dada. Dada o'tira. Rahmat. Aka, sen bilan uzun bo'pti ko'rishmagili. Ras. Qizdiram. Voy dada. Dada bo'ldi, bamigina bo'ldi dada. Elinglar. Rahmat. Rahmatlar. Arzimaydi. Kichik bolalar bundoq chiqib berib yomon yutib qo'ysa. Ay, undaq dema, baribir bolada. Ha? Ay, Aynur kelmabdi-ku. Uning telefon qilgandim, mehmonlar bor ekan. Shon kelamay qoldi. Kelgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shu, hammalar yig'ilganda kelgan bo'lsa, obdan bo'ladi. Ayolingni kelmabsan. U dadam bilan boshqalarni ilib uyga kelinglar. Men polo yetib turay deb uyda qolib qoldi. Rahmat, o'g'lim, rahmat. Otani uchun hammadan bak xotirjamlik. Hammadan bak xushalliq. Uning bolalaridir. O'lim degan qosh bilan kirpikning orlig'idagi gap. Bugun dunyoda mendimi baxtli dodi bormidi? Yana bir yig'ilish o'ltirg'ucha kim bor, kim yo'q. Hammanglar yetlab kelib, meni bakmi xush qilibdinglar. Rahmat sizlarga, bolalarim. Rahmat. Undaqmi deb ketma dada. Sen degan bizning hayot to'rigimiz. Yelimi yanada Nurnisa bo'g'ashqa biz xotirjam yashayotimiz. Dada, bugun shundoq yashirib ketibsiz. Bu kiyimlaringiz bakmi yarashibdi. Shundaqmi qizim? Bu kiyimlarni Nurnisaning inisi Ahmadjon hetliq deb lanjudni avatibdi ekan. Bugun het bo'lgandan keyin kiyvaslar deb Nurnisa keltirib qo'ydi.
Haras Nurnisa. İniniz o'qish bitgandan keyin Lanjuda qapti deb anlayman o. Shundoq. Uni maktabiga ib qoldi. Bu qatim u tunchi maoshiga dadlarga etliq evatgan. Shundaqmi? Yaxshi bo'pti. Hanim bo'lsa, u xil insofli bola bo'pti. Obdan chiqibdi. Har holda yomon emas cho'ng bo'ldi. Dadimiz ko'chada qolgan bir bolani boshlang'ishdan tortib oliy maktabgacha o'qitgandan keyin 10 yillik qilmisimi bo'lmas? Shu emasmi? Anglasam, cho'ng dadam Ahmadjon akamnila emas, hammanglarni mingdir mushaqqatda oliy maktabda o'qitib ekan-ku. Qilgan yaxshilikni sizlar bilmagan bilan yodlab bilibdi. Buning nari yomon? Dada, nimandaq chiqkush bu, ha? Sizlarni kelib deb chaqiriq pishirib qo'ygan. Qani og'ash o'ldiringlar. Men boshlab beray. Qani. Elanglar bolalar. Qidirim, Elanglar. Sizlar ilonlar. Qani, elanglar. Elang. Qararoq yerni olay. Elang qizim, elang. Moyliq yerni ifodamni nima? Toza yumshoq pishibdi, ha? Yaxshi. Sizlar kelgach oldirab qolmayli deb attigarak pishirib qo'yibdimiz. Elanglar. Nurnisa, go'sht ballaq issiq kep qolmasin, sho'rpaga oshko'k selib etam. Ma'qul, hozir silibday. Elanglar bolalar. Elanglar. İlham. Kichik vaqtdanikidek go'sht gelang turib qolmasa yana, ha? Ha, bolalar. Sizlarmi go'shtni dadamlardek eg'izinglarga yemay, burninglarga egil turibsizlar-ku. Qani, sho'r pichinglar, ha? Qani, ichinglar. Foyda qiladi, ha? Bu sizmi ichingiz? Dada. Kichik vaqtimdagi bir ish zotli esimdan chiqmaydi. Bir kuni sen kavob akirib berib ekansan. Opam ilhomni yavatadi deb og'ziga go'shtni selayveribdi. Aldirmay yegan bolam, ha? Ala, ha. Oy. Aldirmay ye. Oy. Ha? Tüküre, tez. Tez tüküre bolam. Bu da tez. Ha, bunu içi etkin. İçe tez. Jütü teldamı. Cinim bolam. Bu ish esingda borkanda. Ilhom kichigida go'shtga bak amroq edi. U opsiga qarab og'zini ichaveribdi. Opsimi uni yavatudi deb og'ziga selaveribdi. Biroq u og'ziga hammani yig'gan ekan emasmi? Tasqabdi u go'shtdan tunjiqib o'lib qolg'ili. Ali inakning balasi chali qo'yruq degan mana mushida nafsini chiqmaydiganlar. Qiziq gap bo'ldi-da bu. Ras, ajab qiziq gap bo'ldi. Tezet qiziq gap qildimi? Ilhom, siz cho'ng qo'yning go'shiga amroqmi yoki paqlan go'shigimi? Anglasam hozir kishilar-ku paqlan go'shiga amroqmish. Voy tangay. O ishlar esimda yo'q ekan. Ba'zilarning deyishicha shundoq o'xshaydi. Qani choy ichinglar. Bo'ldi, qo'yma. Men ichmay. Qani.
Mekegine. Meke. Ha, elanglar. Ağaç oturanglar. Ha, ben. Ala bak. Mama, babam hitlik pul berdi. Sizni bizga hitlik bering, mama. Mama, babam bizga jiq pul berdi. Sizni bering, mama. Masxirlik planning tegiga yetgan Nurnisa nima deyishini bilinmay, xuddi jahannam hang'iga tushib ketgandek his qilib, tunjiqib qoldi. Bu o'yinni apchillik bilan qurashtirgan fazilat bo'lsa, Nurnisaning azobli holatidan lazzatlanib, uningga masxirlik bilan tikilib turadi. Birovni boshqalarning oldida masxirlab, ham sundirib, uning azobi hisobiga kulgan kishi dunyoda eng zaharxanda yilon tabiatlik mal'undir. Chunki yilonning chaqmig'i dushmanlikdan emas, balki uning tabiatidir. Yana nima qilsiz? Ma'lum ko'rbeqma, qurum shunday yaxshi. Qirqinchi rasmida bormi? Mana olamiz. Apis. Mana. Bu qisqiyan ko'ylak. Bo'lamdi. Bo'laverdi. Qani kira faqat. Ma'qul. Ishdan aytiraman. Pochtadan olamsiz. Pulni yana topshirsiz. Boshqa kiyim-kechaklar lozim emasmi? Rahmat sizga. Rahmat. Voy, qarg'ina, oyat Nurnisa turdi-ku. Ana. Sodir kamni bek tayli keldijimi? Nurnisa bek o'tdan qiz. Bek tayli bakan odam. Şunu degine, Hilmi Nurnisa bek ishchan qizgan. Agar Nurnisa bo'lsa, shuncha cho'yini ig'irchilik kim ko'taradi desa. Juda ko'rishib qo'ydi. Voy, qanaqa ahvolingiz? Limonchi ko'plaslar bu. Şeytan tayyorligi bo'lmamdi. Sadir akangizning ko'ngli, u kishi o'ltas qo'psa baldirimdek parlarim debla o'ltirdi. Etdigandila mol bozorga qo'y ag'li ketdi. Men bolalarga asraq bo'lsin, so'qlab olay degan. E'tiborasizlar. Beringlar. Shunda qilib etdigan maslahat bo'yicha at u qerni uyini yetlab baramizmi? Men og'a ularni ko'rgimmi yo'q. At Nurnisani haydab etgandan keyin andan bir gap bo'lsin. Jira. Avval opangizga so'g' salom ilib olaylik. Andan sizga men ip beraman. Ilma. Mavjud. Bunu bo'lmaydi ekan. Bo'ptim. Hey, mana alamdı xiyar. Deb beraman. Tishim tegmaydi. Alaychi. Ishonib qo'yaman. Bozor chiqdinglarmi? Voy, bu opamizning bozor chiqdi-ku. Shundaq tayyorligini qildim. Ajab o'zing yolg'iz bozor chiqibsan-ku, dadamni uyda yolg'iz qo'yib. Sizlarni keldi deb so'zlanib ag'il chiqqandim. Voy, xinem. Heya o'y, heya boylikqa erishib, o'zircha bozor chiqadigan bo'lib ketibdi-da, ha? Yasho'g'andikin, ot Oylixonga, Yo'lsarxonga deb dadamizning pulni xashigil chiqqanlar qachon? Buni qilmaydigan rasva. Unda bo'lmasa dadamning hol dunyosiga shuncha ko'p uy zaminlariga bankadagi pullarga ko'z qizatmasa, nomus qilmay nimishqa dadangdek odamga tegib olasan. Shu emasmi? Mavloni qara.
nomussiz. Ezitqijin. Bizga ta'liq miroslarni po'kiniga bisolmoqchimisan? Bular hammasi qo'llab tushib. Qilmaydi g'arasi bor. Nisa, turing o'zingizdan. Hijilmaga Nimalar qilsizlar? O seni aile için acaba tatlımı? deydiganda bo'lar. Men hech tushunamadim. Bo'ldi, ko'nglingizni bozmang. Mumo, pul bering'a. Pul bering'a, muma. Mumo, pul bering'a. Voy, xinim. Balla muma deb holqamayapsa, deb mürabni qo'ymaysiz-ku. Bu apimizcha gapni toza fuqammiga o'xshaydi. Opimiz Gachupqaga o'xshamamda, ha? Abimiz cho'ng abi bo'ldim deb ho'shini yo'qitib qo'ygan cheg'i. Demisimi, shuncha uy bisat, o'g'il qiz kelin navirlarga bir yo'l egunmoq uncha oson emas-da. To'g'ri dedim-mi? Bu yüzsüz, hayasızlar yana qandaq rasvochilik o'yinini o'ynashar ekan. Anglab boqay. Bu tuzkorlar. Tutuşa buni berib opangni opsinchi mama deyish. Bu yerda senlarning nomusi yo'q. Nurnisa hadamchi, sening opangda necha his yosh. Menga chiqib o'ynasha. Bizning ajdodimizning ishida qalinlik qilib yetlik talab qildiganlar yo'q edi. Qaysi bir faslarning udumini yuqtirib oldigina bu bir nimalar. Hay, Saodat salamay. Og'zingdan choy quyib kelib qilsanglar bo'larmikin? Og'zingni yum. G'urursiz ablah. Aka, bu Xotining dadamni haqoratlash bo'ladigan-ku. Ular haqiqatni so'zlasa bo'lmamdi-ku. Senlar odammi, hayvonmi? Sizlar bu uyga maqsadlik planli qolgan Nurnisa hadam bilan cho'ng dadamga nashtirlan sanjiqil kelib kelsizlar. Dunyoda eng cho'ng gunoh fazilatsizlik. Shu emasmi? Cho'ngdadamga biz yaxshi qarayolmagandan keyin Nurnisadan qarasa nim bo'pti? Tabiqna ilhom aka, og'zini choy qo'yadigan odam zodi kim? Bir umr jafo mushaqqatda beqib cho'ng qilgan dadasi masxara qilib kamsitadigan, haqorat qilgan odam sizmi yoki bizmi? Ilim bu uyda Nurnisa dadimizdan xizmatini ig'ir ko'mak qilyotdi. Agar Nurnisa bo'lmasa, dadimiz qaysi kunni ko'ratdi? Biz xotirjam yashay olaydiqmi? Bo'ldi, bolalarım. Meni oxirgi umrimda oromimda qo'yinglar. Buva. Men sizlarni beqib cho'ng qildim. O'qitib, qatag'i qo'shdim. Hammanglar otisi eti. Tussa, sepuva kishilardan bo'ldinglar. Mening endi sizlarga qanot yepishim hojat emas. Bo'ldi, meni oromimda qo'yib, damog'ini qo'yinglar. Rahmat qizlarim. Xudoyim bir joninglarga ming jon bersin. Ikki og'iz haq gap qilganinglar ko'nglimni yoshartib etdi qizlarim. Men sizlardan rozi. Rahmat qizlarim. Bugungi ulug' hayit kunida meni yo'qlab kelganinglarga rahmat. Bu dünya shuncha keng, qismatga to'la. Qo'ynida yuz berar olamchi ishlar. 4 kunlik olamgan ko'nglingni keng tut. O'tmamdi hayotda bahor va qishlar. Ota-onangni ranjitma, o'tni olam bu. Atil sami yanar, bog'laringdan u ishlar.
O'ylab beqish. Dadam bir umr yemay ichmay, g'o'rgul yashab, topgan pullarda sizlarni o'qitaman deb. Bir umr yashab, topgan tagimni sizlarga berib, qanchalik jafo tortmadi. Buni bilishamsa. Har qaysini o'qitib, tarbiyalab zuvandar qilib qo'ydi. Senlar haqoratlab, masxir qilib, ko'zidan yosh oqqizgan bu odam sizlarni yo'qlikdan oprid qilib, bo'ldi bolam. hayotlik berib, qon tarbiyatlik cho'ng qilgan dadanglar bo'ladi. Sizlar buni tushunmaysizlar? Tushunasizlar? Biroq hamma ishni o'zinglarning manfaat tarozilariga silib o'lchab beqinglar. Biring dadamning mol-mulkining qo'yida. Yana biring dadamning mushu cho'ng uy ziminlarining peyida. Shunga sizlarning maqsadinglar Nurnisani bu uydan haydab chiqarish. Cho'nglar rost ekan. Bir dada 10 bolani baqsimi, 10 bola bir dadan baqamas deb. Sen 10 qitim bolalaringni akratgan chig'ingda bir qitim ashu bechora dadangni ko'z oldiga keltirib baqdingmi? Sen xotining bilan kech-kunduz restoran qatirib, ayshi ishrat, kayf safoda isrofxo'rlik qilayotganingda seni beqib, mushkullarga erishtirgan ashu dadangni bir qitim bo'lsa-mu o'ylab baqdingmi? Qaysin o'ylab beqishding? Hammamizning dadamizni beqish majburiyatimiz bor. Qani qaysin o'g'illik burchini ado qilishding? Senlarda vijdon g'urur degan narsa bormi yo'q? Fazilat, sizdan so'rab baqay. Dadangiz o'tgan yil 74 yoshida qazo qildi. Ammo opangiz shu chaqda necha yoshda edi? Bu men ancha bilmaydi ekanman. Bilasiz. Degingiz kelmayotdi. O chaqda opangiz 50 yoshda edi. Siz bir qatam dadangizlar opangizni masxir qilib boqqanmi? Yeshinglar shuncha farq qildi ekan deb. Zahringizni sanchib boqqanmi? Bayatdan beri dadamga nimalarni dedingiz? Ha? Bilsangiz, sizmi mushu oilaning bir a'zosi. Ota-ona degan daraxtning qo'liga bola uning shexi o'xshaydi. Shoh qo'lning qadrini bilmas, shoxning nima qadri bo'lsin? Sizning dadamni haqoratlashga nima haqqingiz bor? Ha? İlhamni ming bir jafo mushaqqatda o'qitib, o'zi hech bir xo'g'liq ko'rmay, etigingizga tashlab bergani uchunmi? Dadam, sizlarni bolalarim, kelilarim deb mehr-muhabbatim berganligi uchunmi? Mehray, sizmi o'shingizni chiqib turing. Bundan keyin unda gaplarni kim deyishda qat'iy nazar, men uning og'zini shishtirmayman. Dilshod, Ilhom, sizlardanmi so'rab baqay. Bayatdan beri dadamni adabsizlarcha masxir qilishdan burun har qaysing xotinlaringning ota-onasiga qosh ko'tarib qarab baqaman. Acaba o'z dadangga nimada qora ko'ngillik qilishdigansa? Qani deyish baqa. Dadam sizlarga nima yomonlik qildi? Bilib qo'yish. O'g'il bola degan bag'u. Dadaning o'xshiltisi. Lekin senlar xotinlaringdan chelib o'ynaydigan duttirga aylanib qolishdan. Ular qanday sazab qo'ysa, shundoq diringlaysan. Senlarda o'g'il bolalar g'urur, vijdon degan narsa bormi? Senlar qanday odam? Bugun qanday kun? Ha? It oyamda dadamizning ko'ngliga ozor berib, ha? Tangrining oldidimi gunohkor bo'lishdim. Men uning o'g'li bo'lganligim uchun dadamdan faxrlanaman. Uqishdingmi? Bundan keyin bu uyga xohlamasang dastlab tushulishma. Agar dadam deyishilgansan, izzat, ikrom, padishah bilan qiningni biqib yurish. Bo'lmasa sendek tuxumdan chiqibla shaklni yaratmaydiganlarni menmi tonimayman. Yo'qlashmaymish. Yo'qlasha. Bolalarim. Dada, sen o'tiraver. Aka, O'tir. Yo'qlayman. Hammasini oqko'nlikdan bo'layotdi. Kesin ular. Voy, manga mengsha. Dadamga keldi mengsha. Ajab tushibdi.
sizlarning. Men sizlarning oldinglarda zot nima gunoh o'tkazdim. Kechiring Nisa. Siz gunohsiz. Men inillarim va kililar uchun sizdan kechirim so'rayman. Chunki ular go'dak bolalarda. Men dadangizning mol-mulkiga ko'z qizartganim yo'q. Faqat dadangizning oldida vijdon qarzim bor. Dadangizning ko'ngli bekmi yaxshi. U men ig'ir kunlarga qag'inimda menga qanot yapti. Opamning kesilini davolatdi, ham uning o'limini uzatdi. Ukamni oliy maktabgacha o'qitdi. Shunga 4 kun bo'lsa-mu uning xizmatini qilishni o'yladim. Agar bolaga mol dunyo lozim bo'lsa, uydagi hamma narsa keraklarni yetkazsin. Menga bu uydagi hech qanday narsalar kerak emas. Menga faqat dadangizning sof vijdoni kerak. Bilan o'ylab ketdingiz Nisa. Siz dadamning holidan xabar olayotqashqa, biz hammamiz xotirjam ishlayapmiz. Bundan keyin qanday ishlab olsa, menga telefon qiling. Men pat-pat dadamni yo'qlab turaman. Ha? Bo'ldi, jiroq. Bugun hit bo'lgandan keyin xo'shal-xo'ram o'ltiraylik. Jiroq. Aras, bizning uyga boramiz taqa. Jiroq. Bo'ldi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Ko'nglimni yerim qilmadi singillar. Sizlarga ko'p rahmat. Rahmat sizlarga. Buva, shug'um so'chu. Dada, bunda qilaylik. Bugun hit bo'lgandan keyin ko'nglimizni yerim qilib nima qilamiz? Bizning uyga boraylik. Shunda qilaylik. Xotin sizlarni kilidi deb pul o'yib saqlab o'tirgan nima? Juronglar, biz uyga boraylik. Sendan boshqa yo'ranchigimmi yo'q? Chaplanni kiy dada. Ikkilan qizim. Jura, katta. Bizning uyga berib, bir kech qo'nib, unda mungdishib, atkasam bo'ladi. Jura. Mana. Jura dada. Mana. Vallahi ketib qolib, ko'nglim yerim bo'lib qoldi. Qara. U gapni qo'yib turaylik dada. Hitni xotirjam o'tkazaylik. Ular keyin seni hamma tushunib qoladi. Juronglar. O'g'lim. Men o'ylab baqsam, bemahal ish qilib qo'ygan o'xshayman. Shunga Nurnisani yo'lga sep qo'yaymikin degan o'yga kelib qoldim. Lekin uning borar turar makonining tayini yo'q. Shunga uningga bir yig'iz uy epiraymikin deyman. Dada, nimalarni o'ylab ketding? Nurnisani ketkizib olsang, qo'zg'idagi bolni qana qilsa? Yashinib qolgan vaqtingda yana sen hamra topmasak, turmushda qiyilinib qolsa. Bizmi xotirjam bo'la olmaymiz. Nurnisadek yo'qsizlikqa pishqon, turmushning ochiq tushigini tedigan sodiq amrani nerdan topamiz deyman. Uning ustiga Nurnisami onamizning xizmatini qilgan. Uni qishnab qo'ysak, onamizning ro'yi qo'rinib qolmamdi. O'zingmi bilsa, bunday ishlar almisaqni tatib bog'o. Sen bolaning o gapini ko'nglinga yeb ketma. Xotirjam bo'l dada. İlham, Dilshodlarmi bir kuni xotinlarini ep kelib, seni oldingda tiz bukib, oyog'ingga yiqilib, sendan kechirim so'raydi. Rahmat o'g'lim, to'g'ri dedim. Ular hozir go'dakda. Bo'ldi. Bu gaplarni ham deyishmaylik. Bugun hayitdan birinchi kuni bo'lgandan keyin bizning uyga berib, qo'shal-xo'ram o'ynaylik, ha?
esli